Mana xullas aziz obunachilar, kotelimizni yuva boshladik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, kotelning ichida qanaqa ahvol. Hozir kotelning o'zida kislotani qizdirib, mana yuvyapmiz. Ulab qo'yibmiz, mana shunaqa ahvol. Mana bunda esa radiator qismini yuvamiz bunda. Hozir 3 ta radiatorni yuvib bo'ldik. Hozir video davomida buni ham ko'rsataman, xudo xohlasa. Mana kislotani kotelning o'zida qizdiryapmiz. Bular mana aziz obunachilar ko'rishingiz mumkin. Kotelning ichidan nima chiqishini. Mana oppoq suv, ya'ni kislota shohvolga kelib qoladi. Bu tarafda impuls bilan yuvyapmiz mana radiator. Xullas, promilkani oxirgi etapına yetdik. Bozuk bilan bütün sistemalarni chiqarib tashlashimizdan qaytadan sistemaga sog'liq solamiz. Ko'rishingiz uchun oxir boshlanadi.